Salom bolalar, sizlarga har doim emas Samuray va bugungi videomizda biza Tsunamilardan futbolchi kartalarini olib qochish o'yinini o'ynaymiz. Ya'ni men sizlarga o'tgan birinchi qismida mana bu bezimni kuchaytirib ko'rsatgandim, lekin bu safar meni bezim qanaqaligini ko'ringlar. Men juda ko'rib hayron qolyapti hozir meni bezimni ko'rib. Bitta ko'rsanglar 4 trillion, Ronaldo 4 trillion, bu yerda 3 trillionli Lamine Yamal, Jude Bellingham va Ronaldolar, Neymar Junior hamma futbolchi bor. Eng zo'r hamma futbolchi bor. Endi ikkinchi staga chiqsam bo'ldi. Sizlar bilasizmi ikkinchi stada nima borligini? Sizlar kirib ko'ringlar bu yerga. Mana do'stlar, bitta nima bor? Bitta Ronaldo 10 trillion, sekundiga 10 trillion beradi. Bitta keyin Negir, Negir Dembele ekan, Dembele bor. 17 trillion, bu даже Ronaldodan ham ko'p beradi. Bitta 24 trillion sekundiga beradigan Mbappe bor bizda, Mbappe. O'z davrining, hozirgi davrning legendasi va o'tgan asrning Ronaldosi. Bizda Messi yo'q, chunki men Realchiman. O'zingizlar hozir kommentariyaga yozib ketinglar, men urushmaylar do'stlar. Men Barselonani ham yaxshi ko'raman, chunki Barselona Neymar o'ynagan va Messini ham hurmat qilaman. O'zingizlar qaysi klubga fanatlik qilasizlar? Real Madrid yoki Barselona? Kommentariyaga yozib ketish esingizdan chiqmasin. Davay, Barselonachilar podpiska bosadi, Realchilar esa like bosadi videoga. Ketdi. Kimniki ko'p bo'lar ekan? Короче, men do'stlar o'tgan o'yinimizda men donat qilib qo'yganman va mana bu yerda VIPlarni ham ochganman. Mana do'stlar, menda o'sha bunaqa VIPlar bor va menda 21 quantillion degan pul bor. Endi upgrade'ga kiradigan bo'lsam, men bu yerda xohlaganimni upgrade qila olmayman, chunki mana bu yerda zonamni upgrade qilishim, krabni upgrade qilishim, ya'ni qo'limda 7-8 ta karta ushlab yurishim uchun 129 quantillion kerak ekan. Uyim esa 3.2 milliard, lekin buni qilib bo'lmaydi. Bezimni upgrade qilib bo'lmaydi. Bitta tezlik bor. Tezlikda endi mana qilib oshirib qo'ysam, do'stlar buni qaranglar. 200 tezlik, kimda bor bunaqa tezlik bolalar? Keyin do'stlar, bu yerda hozir men bezimni sizlarga ko'rsatdim. Hozir biz Messini kartasini o'g'irlashimiz kerak. Bizga Messini kartasi kerak. O'zimizni bezimizga qo'shib qo'yishimiz uchun kolleksiyaga, chunki bizda Messini kartasi yo'q. Ketdi, biz Messini kartasini olishga yuguramiz. Bizda hozir 200 tezlik qanaqa yurishini ko'ringlar. Men VIPni ochganman. VIPni ochishmasa iplar bo'lmaydi. Bu tezlikda tez yurishini qaranglar. Biz hozir Messini olishimiz kerak. Albatta, birinchiga boramiz. Kech qoldim. Sal shoshilmaymiz, hozir iloji bo'lsa juda ham tez borib olishimiz. Boshim burib oldim. Mayli chiqsa. Qani. Hoppa, keldik. Bizga Messi kerak. Messi bormi bu yerda hozir? Yoki bizga gigant karta bersa, ya'ni 17 millionga yetish hozir agar bormi, mendan baxtli odam yo'q. Anunda Messi bor ekan. Bu Lewandowski-ku. Messi kerak menga, Messi. Goat, Ronaldinho bor ekan, bu yerda Messi yo'q do'stlar. Messi qayerda olsam bo'ladi? Bu yerda Neymar bor. Tsunami qaranglar, Ronaldinho, Neymar, Mbappe. Mana Messiga yomon o'xshar ekan, lekin Lewandowski ekan. Messi qayerdan olsa bo'ladi? Messi. Bosib ketmasin. Cruyff degani bor. Messi yo'qki, bu yerdan ekan Messilar. George Bech, Rivaldo, Neymar. Bizga Messi kerak, Messi. Qani tez Messi chiq. Messi qayerdan shetdan chiqadimi o'zi yoki eng anosidanmi? Mana to'g'ridanmi? Neymar bor, Neymar 1 millionga kamda, bu sekundiga 1 million juda ham kam. Cristiano Ronaldo chiqdi. Menimcha Messi shetdan chiqadi. Do'stlar, yana bitta narsa aytib ketmoqchiman. Kim men bilan o'ynagisi kelsa, meni nikimga durza tashlasin. Meni nikim podpisaniyada bo'ladi yoki kommentariyada bo'ladi. O'zingizlar ham kommentariyaga fikrlarni yozib ketinglar. O'zingizlarning niklaringizni men durza tashlayman. Men o'zimning nikimni yozib qo'yaman. Sizlar menga durza tashlashingiz mumkin. Men hammalarni qabul qilaman. Birga o'ynaymiz va video kontent ham qilishimiz mumkin. Birga video olamiz. Hozir esa lekin biz Messining kartasini topishimiz kerak. Bitta Messining kartasi yo'q. Mayli, qimmatrog'ini olib qo'yiraman. Neymar bor, Lewandowski. Qoch. Ronaldo'ni oldim bitta. Laminnikini olaymikan? Hozir chiqib qoladi ana Tsunami. 6 millionlik Neymar 4 sekund yo'g'im ketadi hozir. Mayli chiqsa. Nicho.
Bizga Messiniki qattiq olsa bo'ladi, Messiniki. Messi yo'q-da. Mani urdi mana u. Urmaman, yo'q. Messi'ni kartasi. Mana Messi. Valla Messi, ikkita Messi. Yana bormi, nima bor? Benzema. Kerak Benzema. Başta. Tez yurishini qaranglar buni. Ashi tez yurib, mendan tez yuradigan Holland bor ekan bu yerda. Do'stlar, olib keldim Messi'ni kartasini. Endi qayerga men bezim qanaqa? Slow modda o'chirib qo'yishim, yo'q qo'yishim kerak. Qanday? Messi'ni kartasini joylashtiramiz. Bu yerda Bellingeni naql etdi bu yerda. Messi, ana Messi. Messi qani bo'ldi? Messi qani? Menimcha bularni sotib yurganimizdan keyin chiqsa kerak. Hozir bularni sotib yuboraychi qo'limdagilarni. Mana. Buni sotib yuboramiz. Messi qani? Messi yo'q bo'lib ketdi. Nima qildi? Uchib ketdimmi? U uchsa bo'lar ekan, buni qaranglar zinadan chiqsa. Messi yo'q, bola, Messi yo'q. Mana Messi yo'q. Mayli bo'ldi. Biz taslim bo'lmaymiz, boshqatdan yangi Messini olib kelamiz. Bizga qiyin emas, 200 tezlikda yuramiz. Neymar, Lewandowski, Cruyff, Lewandowski. Endi Messining chiqishini kutishimiz kerak ekan. Messini qayerda oladi o'zi? Biz Messini mana, menga qilib o'tdim. Messini mana bu yerda olgandik. Messi bitta bormi ekan? Urilib ketganini qaranglar. Messini ola olmayapmiz. Messini qayerda olsa bo'ladi? Yana urildim. Chichi bor. İş qilib Messi'ni olsak bo'ldi-da. Messi, davay, Messi. Tushib olaman. Epla olmadim shuni ham. Hozir bizda starter pack yo'q. Buni sotib olib ko'rdim, lekin nimaligini bilmadim. Men VIP'da olganman, keyin buni ham olib ko'rdim. Bu tsunami ekan. Mana ularni qarang, to'xtamay kelar ekan tsunamilar ham. Bu kim? Baxti. Ketdi. Messi. Shu safar olaman Messini. Davay. Qoch. Mana Messi. Mana yana Messi. Qoch. Ikkita Messini oldim. Lamine Yamal. Messini oldim, ikkita Messini qaranglar. Mana 2015-yildagi rasm menimcha. Aniq bilmayman. Davay. Bezimga keldim Messi. Messini ikkinchi etajga qo'yib qo'yamiz. Messini ikkinchi etajga joylashtiramiz va buni kuchaytiramiz. Qaranglar hozir. Nimaga chiqmayapti bu? Biroz mashinaga joylashtirgan paytim 6 million bo'ldi bu. Mana buni ham qanday ulchit qilamiz, ko'taramiz. Necha maksimum Messi nechaga o'g'irlamiz. Davay. 4 million, 10 million, 20, 30, 40, 50, 60, 100 million. Trillionga boradi. 2 trillion sekundiga bo'ldi, 2 trillion. Buni ham ko'taramiz. Davay, buni ham ko'taramiz. Nechi bo'ldi bu? Buni trillionga bormaydi, lekin pulimiz yetmaydi. Lekin amallasak bo'ladi, chunki bizda mana bu pul mining qilib qo'yishgan. Bu hozir 800 milliard to'xtab qoldi. 13 kvantillionimiz bor, 8. Pastda yana pul ishlab turgan kartalarimiz bor, o'shalardan pul olsak, bularda hozir 4 million bo'lib ketdi. Pastdagilar olib kelaychi. Bu yerdagi pullarni yig'amiz. Money, bizda pul ko'p, ashi. 8, 5, 23 kvantillionimiz bor. Upgrade qildik. 100-levelga upgrade qildik mana. 6 trillion beradi sekundiga. Kimning inventarida menkidan kuchliroq?
futbolchilar bo'ladigan bo'lsa yoki shunaqa qilib kuchaytirsa, menikidan kuchli qilib kuchaytirsa, men o'sha bolaga Robux tashlab beraman tekinga. Do'stlar, shuning uchun mana shu o'yinni o'ynab, bemalol agar men ko'rgan paytim kimni shunaqa menga durust tashlaganlarda o'ynayman, kimniki menikidan zo'r bo'ladigan bo'lsa, tekinga Robux tashlab beraman akkauntiga. Shunaqa qilib challenge do'stlar, sizlarga challenge berdim. Do'stlar, videoga like bosinglar. Men Messini eplab oldim, ikkita Messi oldim. Bugungi videomizda keyingi videomiz juda ham qiziqarli bo'ladi va men ukam Amirchik bilan juda ham qiziqarli challenge qilib qo'yganmiz sizlar bilan. Keyingi videoda ko'rishguncha, xayr.